vatan onamning qo'llari yorlardi. Bugun tirik bo'lganda zo'r ko'ylaklar olardim, qo'llaridan yetaklar hajga olib borardim. Men onamni sog'indim, ko'rgim kelar shu onda. Shunchalik Allohga soldimki, uying bo'lsin-u, huzuring bo'lmasin. Puling bo'lsin-u, barakang bo'lmasin. Bolang bo'lsin-u, sandan bo'lmasin. Ayoling bo'lsin-u, vafosi bo'lmasin. Oyi, nimaga bizni qahr qattiq bez qilib tarbiyalamagansiz? Faqat yaxshilikka o'rgatgansiz. Atrofdagi hamma odamlar yomon ekan-ku. Nimaga shularni bizga ko'rsatmagansiz? Nega oyi?